Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Endi GASU universiteti haqida gapiramiz, ya'ni arxitekturno-строительный universitet. Arxitekturno-строительный universitet bu yerda ham byudjet 100 dan oshiq joylab beradi. Bizga 100 dan oshiq byudjet joylab bergandan keyin chet el fuqarolari oldinroq topshirsa, grantga arxitektura yoki строительство yo'nalishlarga kirib bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring, universitet haqida ma'lumotlar bor. Mana bu yerdagi rasm главный вход ko'rsanglar bo'ladi. GASUni главный juda chiroyli. Keyingisi mana daraxt turibdi, как будто yaponskiy daraxtga o'xshab qo'yishgan. Bu bir tarafdagi vxodi, zdaniya haqiqatan zo'r, kirishlari ham kulturni. Ikkinchi tarafi ko'chani boshqa tarafdan vxod, katta-da universitet. Ikki tarafdan vxodi bor. Bu fontan tarafi. Bu tarafi ham o'ta chiroyli. Mana kirib kelish, главный вход, bu priyomniy paytda, qabul paytida mana shunaqa chiroyli qabul qilishadi. Zdaniyani qarang, вообще конкретный arxitekturniy universitet. Mana bu yerda qizlar o'zlarini robotlarini ko'rsatishgan, ko'rsanglar bo'ladi. Mana строительство bo'yicha 3D modeli. Keyingisi mana universitet ichida kafedra. Ya'ni kafedralar, auditoriyalar mana shunaqa именно строительный vuzlarga moslangan. Undan keyin ko'rsangiz bo'ladi, mana ishlari, hammasi protsesslar, studentlarning ishlari, mana konkretno universitet ichida proyektlar, katta-katta domlarni, zdaniyalarni qaranglar, Malayziya, Indoneziyadagi zdaniyalarga o'xshaydi. Вот shu bilan zavershat qilsak bo'ladi, ko'rsanglar bo'ladi hamma kartinkalarni, hamma fotolarni. Juda ham chiroyli. Biz sizlarga eng cho'tkilarini ko'rsatib qo'ydik, чтобы sizlar понимание bo'lish uchun qanaqa vuzga kirasizlar. Конкретный строительный arxitekturniy vuz номер 1 Pitcherda, Rossiyada 2-o'rinda turadi. Kiramantsizlar, biz yordam beramiz shunga. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, bizga обращаться qilinglar. Arxitektura va строительствоdan grant byudjetda o'qimoqchi bo'lsanglar, hozirroq topshiringlar. Biz sizlarni mana shu GASU universitetiga byudjetga grantga olib kirib qo'yamiz.